Bir odam aytadi, do'stim shifoxonaga deydi, tushib qoldi, bordim ko'rgan. O'pkasidan operatsiya qilishibdi, yarmini kesib tashlabdi. Sigaretni uzoq yillar chekkan, o'pkani yarmi ketgan. Borib ziyoratiga kelsam, aytayapti, "Banisadan eson-omon chiqib olay, mana shu sigaret bilan bir qattiq hisobim bor." Lekin u kasal uni shifoxonadan sog'lom bo'lib tirik chiqishiga sabab bo'lmadi, o'lib qoldi. Ilmli odam edi, oliy ma'lumotli odam edi, lekin uzoq yillar davomida tamakini chekdi. Nima uchun tashlab yubormadi? Irodasini quvvati yetmadi. Qachon o'sha irodani topdi o'zida? Qachon tashlayman bu sigaretni dedi? O'pkasini yarmi ketib bo'lganidan keyin. Mana shundan keyin irodasida quvvat paydo bo'ldi. Fursat o'tib ketishidan avval topiladigan kuchli iroda bilan vaqt o'tib ketgandan keyin topiladigan kuchli irodaning o'rtasida katta farq bor. Qarilar biladi. Yoshlikda mana qilish kerak ekan, chunki o'tib bo'ldi-da. Endi irodangiz kuchli, lekin kalla emas. Pulingiz ham bor, vaqtingiz ham bor, xohishingiz ham bor, lekin endi zehn emas, sog'lik emas. Fursat o'tib ketishdan avval topiladigan kuchli iroda bilan vaqt o'tib ketgandan keyin topiladigan kuchli iroda orasida farq bor.